Assalomu alaykum hurmatli asrlarchilar, kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun 13-iyun 2026-yil. O'sha 5-6 kun oldin qabul qilmagan onarlarni setka, yumaloq setkaga, kalpochokka qamab solib ketgandik. Endi bugun mana kelib o'sha qafasdagi onarlar chiqaraveryapmiz. Bunday tortmagan. Hozir 5-10tachasini ko'rdik. Onarimiz. Qabul qilgan. Tuxum qo'yib, oziqlanib boqib turishavergan. Yaxshi, endi iloji shunday qilib bo'lsa ham qabul qildiryapmiz endi. Bundan buyon davomida ishlab ketadi. Belgilab qo'yganmiz, sashtetga qo'yganlarimizni hammasini shu ochib chiqyapmiz endi qo'yganlar. O'sha kletkada qanday bilan qo'yganimiz olib chiqib ketganlari, 2 kunda olib chiqib ketganlari ancha ishlab shu ikkitadan ro'mga tuxum qo'yib qo'yibdi. Ular endi tuxumni boshlaydi, yaxshi nimalari. Asha setkadagilarni chiqaraveryapmiz. Ular ham endi sekin qabul qilib tuxumni boshlaydi, xudo xolasa. Hop mana onarini o'zlari qafasdan qutqarib olib chiqib ketgan. Mana shu yerga kirib chiqib yuribdi, mana shu joyda mana. Shu yerga kemirib olib chiqib ketishgan. Kletkada qo'yganimizni qabul qilmaganlarda, keyin sirada kalpochok shunga qo'ydik setkaga. Mana shuni qabul qilib, to'g'risi ishni ham boshlagan. Kosmetik. Endi onari ham sal to'lishib o'ziga kelib qoladi, to'g'risi. Yaxshi. Endi shiraja unaqa zo'r kelvorgani yo'q. Lekin ochmas. O'rtacha holatda. Shira kelmaganidan arlar tashqarida yotibdi. Lekin oq qurerasi yaxshi gullagan, lekin hali uncha unaqa darajada zo'r shirajalar to'rgani yo'q. Endi sabr kutib turaveraylikchi. Shira kelib qolar.